Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Navbatdagi obzorimiz Voyage Free 318 avtomobilini biz siz bilan obzor qilib o'tamiz. Xo'sh, bu avtomobilimizda gibrid avtomobili, ya'ni tok bilan siz 200 kilometrgacha harakatlanishingiz mumkin. Polni снаряжение, ya'ni polni bak benzin bilan 1200 kilometrgacha harakatlanishingiz mumkin. Avtomobilimizni elektrikasi 42 kilovatlik bo'lib, sizga 200-218 kilometrgacha yurib bera oladi bir zaryadka. Qolgani benzinda gibrid sistemasi bor. Xo'sh, bu avtomobilimiz ko'rib turganingizdek, ichi jihozlanishi juda ham kачествосini o'zi his qilyapman. O'zi his qilsangiz ham bo'ladi. Bellari koja qoplangan. Bellarga algantara ozgina aralashtirilgan, yana koja и даже juda ham pastki qismlargacha koja qoplangan. Avtomobilimizda avtopilot, ya'ni avtoparkovkamiz ham bor. Apple sistemasi biriktirilgan bu avtomobilimizda. O'tirganingizda tar pedallari ham koja bilan qoplangan. Tekalari ham motorda mayda sirkachasi bilan menga Volvo'ni ham eslatadi. Bu tomla kachishini tomi bilan. Xo'sh, avtomobilimizda ikkita kamera bo'lib, bu yerda sekretniy kameramiz xizmat qilsangiz bo'ladi. Ichkaridagi salonda также bu yerda ham face control bor. Bu yerdagi avtomobilimiz как полфайzni o'xshab kontrol qilib turadi. И har xil jestlar bilan muzikani, masalan, muzika громко o'ynab ketyapti, har xil jest bilan muzikani o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu avtomobilimizda беспроводная zaryadka bilan jihozlangan. Bardachoklarimiz ham chuqur, vmестительность ham katta, bemalol bo'ladi. Bu yerda холодильник yo'q, охлаждение sistemasi bor. Ya'ni suv solib qo'ysangiz, qaynoq suv qozmoqchi bo'lsangiz, baklashkaga suv solib qo'yasiz, охлаждение sistemasi muzda holatda ushlab turadi. Avtomobilimizni ko'rib turganingizdek, displaylari splashnoy bo'lgan. Bu yerda oxirigacha, ya'ni bu yerda sizga xizmat qiladigan ikkita monitor. Voyage Free YouTube har xil prilojeniyalari bor. Undan tashqari siz bu yerda Yandex navigatorda qo'ysangiz ham bo'ladi. Masalan, YouTube ko'rayotgan passajeringiz orqaga ko'rinmasa, переключение qilib navigator tomon o'tkazib, videoni bu yerga qo'ysangiz ham bo'ladi. Avtomobilimiz Sport, Eco, Standard, Normal va zimniy rejimlari bor. Bu rejimlarga qo'yganingizda avtomatik pnevma podveskasi tushib chiqadi. Undan tashqari siz ruchnoy pasaytirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Effekt bilan boshqa. Avtomobilimizda massaj сиденья, обдув, обогрев и даже 3 ta nimamiz ham bor. Aromatli sistema, aromatli kapsulachalar, 3 ta kapsulachasi bo'ladi. Kapsulasi buni bu torpeda bo'lsa, shuning tagida joylashtirilgan. Bu tagida plastmassa kojani qoplangan. O'sha kojani ochsangiz, akkuratni 3 ta kapsulacha bo'ladi. Kapsulachani zapravka qilsangiz ham bo'laveradi. Ya'ni одноразовый emas, mnogoразовый ishlasangiz ham bo'ladi. Chuqur aromatda bo'ladi. Avtomobilni sotib olgandan keyin aromatda обязательно olib tekshirib ko'rish kerak. Agar hid chiqmasa, demak, yerga skotch yoqtirilgan bo'lishi ham mumkin. Avtomobilimizni dizayni juda ham qulay, komfortli, keng, agressivniy vidi bilan o'ziga tortadi. Mana bu yerdagi освещенияларga ham e'tibor bering. Bularni hozir men ko'kka o'zgartirdim. Har xil o'zingizga xohlagan svetga o'rnatsangiz bo'ladi. Mana bu eshiklarda bor. Bularni svetimiziga o'ynab yonuvchiga qilsangiz ham bo'ladi. Ya'ni oldini ko'kka, orqasini suvga yoqib qo'ysangiz ham bo'ladi. Xo'sh, avtomobilimiz haqida yana aytib o'tsam, juda ham ko'p informatsiyalar bor. Rul kolesasi